Yana bir savollardan biri zo'r savol ekan. Demak, yarim doira ichida kichkina doira chizilgan. Xo'p, AC bo'lak x bu berilgan. SB y bo'lak berilgan. Toping ichkaridagi aylanlar radiusini toping degan savol. Demak, yechimga o'tamiz. X qo'shilgan, ya'ni mana bu x bo'lsa, bu y bo'lsa, x qo'shilgan y bizga katta radiusni beradi. Bu tarafdan olsak, katta radiusni katta r radiusdan mana buni katta radius deb olsak, AC qo'shilgan SB x plus y ga teng. U diametrga ham teng, x plus y ga ham teng mana. Xo'sh, endi keyingisi aylana katta aylana markazi shu yerda bo'lsa, mana bu urush nuqtasidan shunday tutashtirib mana bu yerga chizganimizda umumiy katta radius bo'ladi. Mana bu narsa kichkina radius bo'lsa, mana bu o'rtadagi kesma katta radius ayrilgan kichkina radius bo'ladi. Bu yerdan bitta perpendikulyar tushiramiz. Bu perpendikulyar, bu kichkina radius bo'ladi. Mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa katta radius, mana bu y bo'lsa, mana bu katta radius ayrilgan y bo'ladi. Mana shu yerda to'g'ri burchakli uchburchak paydo bo'lib qolyapti. Pifagor qilsak to'g'ri kelyapti. Radius minus kichik radiusning kvadrati, bu gipotenuza bo'lyapti. Mana bu yerda katet kichik radius kvadrat qo'shilgan radius minus y ning kvadrati bo'lyapti. Ochib chiqsak, r kvadrat minus 2r kara kichik r qo'shilgan kichik r ning kvadrati teng kichik r ning kvadrati qo'shilgan katta r ning kvadrati minus 2r kara y qo'shilgan y kvadrat bo'lyapti. Katta radius kvadrat bilan katta radius kvadrat, kichkina radius kvadrat bilan kichkina radius kvadrat qisqarib ketgandan keyin, xo'sh, demak, mana shu qiymat bir-biriga tengligi qoldi. Bizdan so'ragan kichkina radius so'ragan. Kichkina radius mana bu yerga yozamiz. Kichkina ikkita radius kara kichkina radius teng bo'lyapti y kvadrat ayrilgan ikkita katta radius kara y ga. Shu ikkalasidan biz y ni chiqarsak, shunda y ayrilgan ikkita radius bo'ladi. Davom ettiramiz. Mana bu ikkita radius o'rniga x plus y qo'ysak bo'ladi. Shunda bizga bo'ladi y ko'paytirilgan y minus x plus y bo'lyapti. Soddalashtirganimizda minus chiqadi. Qayerdadir xato qildik. To'xta. Shu holatda yo'yilgandan keyingi jarayon, demak, mana bu yerda ikkita katta radius kichik radius teng bo'lyapti bizga. Ikkita radius kara y ayrilgan y kvadrat bo'lyapti. Mana bu tenglikni davom ettiramiz. Ikkalasidan y ni chiqarganimizda ikkita radius minus y bo'lyapti. Ikkita radius kara kichkina radius teng bo'lyapti. Ikkita radius o'rniga x plus y ni keltirib qo'yganimizda bizga y ko'paytirilgan x plus y ayrilgan y lar soddalashib ketsa x y qolyapti. Kichkina radius teng x kara y ni bo'lamiz ikkita radiusga. Radius o'rniga x plus y ni keltirib qo'ysak, x kara y taqsim 2 x plus y degan javob chiqyapti. Misol mana shu tartibda ishlanadi. Bizni kanalga obuna bo'ling va like bosing.